Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Avvalo Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana shu yurtimiz O'zbekiston, men O'zbekistonda shunday go'zal diyorda yashayotganimizdan behad xursandman. Men o'zi batga kelishimdan oldin 15 yil Sahrida yurdim. O'zim Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mirzo Ahmad shifo tabib Hazrati Ali taxallusi bilan ish olib boramiz. Biz ham shifokorlik nimasida qo'limizdan kelgancha xalqqa yordam qilamiz. Lekin Sahrim ko'tarilib ketib, 15 yil Sahrda yurganimdan keyin ko'zim umuman ko'rmay qoldi. Men ukamni to'yi kuni batga kelib qoldim. Ukamni o'zi bittagina o'g'li bor. O'shani to'yini ham nima qilib, o'g'illarim aytdi, bormasangiz bo'lmaydi. 1 metr emas, yarim metrda ham ko'rmay qoldim. Shunda men batga olib kelishdi. Mana shu Nodir shifo klinikasi deyishdi. Biz keldik. Kelgandan keyin 180 da davleniyada kelib 2 kunda o'sha kuni tushdi. 120 ga 80 ga tushirishdi. Axirlarni o'lchashdi. Nodir shifoga kelganimdan keyin Nodirjon Turdimatov aka men tanimasdim. Men o'zim bu narsalarga ishonmasdim. Chunki o'zimiz ham davolaymiz. Meditsinaga bunchalik ketadi deb o'ylamadim. Men endi shu bilan ko'r bo'lib qolsam kerak deb o'ylagandim. Yo'q, bu bola keldi. Eng asosiy ishni qilmagansiz dedi. Hamma yoq tekshirishgan-u, lekin yurakdan kelib chiqadi. Kardiologi ham bor ekan. Hamma soha bo'yicha bor ekan. Nimada? Mana shu klinikada. Men qoyil qoldim, kirdik. 115 ta urayotgan yurak 74 ta urish kerak ekan. Meniki 115 tadan urayotgan ekan. Sahrim juda ham baland edi. 33 ga chiqib ketgan. Haligini 2 kunda men to'rga tushdi. O'sha keyin nimada rosa to'q qoringa 8 va 1 ga chiqdi. Men bulardan juda ham mamnun bo'ldim. Hozir ko'zlarim joyida ko'ryapman. Men qo'rqardimki, ko'r bo'lib qolsam kerak. Ko'r bo'lishdan ham nima? O'sha go'zal diyorda nevaralarimni ko'rmay qolsam nima keragi bor bunaqa degan o'y o'tgandi. Haqiqatan ham ko'rmayotgandim men. Shu ko'rmayotganim sababi Sahrniki ekan. O'shanda yaxshi tushirishdi. Mana kelganimga hali 5 kun bo'lgan yo'q. 4 kun ichida meni ko'zim ko'ryapti. Ertasi kunda men o'sha ko'zni odamlar tanishni boshladim. Hattoki aynida o'zimni ko'rmay qoldim. Ko'zimni ham ko'rmay qoldim. Shuni o'zini joyiga olib kelishdi. Davlinalar joyida. Dori-darmonlarga yozdi. Haqiqatan ham men O'zbekiston meditsinasiga qoyil qoldim. Avvalo prezidentimizga, tepadagi rahbariyatlarga, meditsinaga, o'sha Minzraf bormi, Oblzraf bormi, Raizraf bormi, hammasiga men tashakkur aytaman. Mana shu Turdimatov ukamiz Nodirbekni kelajagida bundan ham men hozir meni o'rnimda bo'lsalaring sizlar agar o'zingiz bir ko'r odamni his qilib ko'ring. Meni mahallam ham ko'rdi. Ko'zim ko'rmay qolgan. Odamlar to'yga kelyapti. Men ularning yuzini ko'rmayapman. Hattoki ko'rmaganimdan ularni ovozidan tanishni boshladim. Ha, palonchi deb. Keyin haqiqatan ham hazrat deyshadi bizni. O'sha hazrat haqiqatan ham ko'rmay qopti deb ko'pi achindi, ko'pi boshqa qildi. Meni o'g'lim to'y kuni ertamanda olib kelib tashadi. Batta o'sha kunning ertasidan men ko'rishni boshladim. Hozir men 80% ko'ryapman desam yolg'on emas. Avvalo yolg'ondan Xudo saqlasin. Men shunaqa o'zim ham olib qochyapti derdim. Hali bitta ko'zini bunday qilib bekitib olib, nima men tuzaldim desa, u kelishib olgan ekanda bu doktorlar bilan degan o'y o'tardi. Lekin haqiqiy doktor ekan. Men bularga qoyil qoldim. Mana shu klinikani kelajagini Alloh taolo bersin. Xonadoniga tinchlik, omonlik bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Kasallar bo'lmasin. Meni niyatim faqat tinchlik. Niyatimiz bir ekan, odamlarga davolash xolos ekan. Mana shulardan men juda ham mamnun bo'ldim. Otasiga rahmat. Otalari o'tib ketgan ekan. Otalarini Alloh ruhini shod qilsin.
onalarini dardiga shifo bersin. Ko'p yil onalikka yetkazsin. Bulardan men juda ham xursandman. Agar meni o'rnimda bo'lganlaringda sizlar butun borliqni berib ham nima qilardilaring? Mana shu ko'zingizni tiklab olishni harakatini qilardingiz. Chunki ko'rlik yomon ekan. Men bu ko'zim ko'rmaslik boshlangani o'tgan yili o'sha 24-yil may oyidan ko'zimda quyoshga qarasam portlaganga o'xshaydi, chachilib ketgan. Shu narsalar yo'qoldi. Hozir ko'zlarim joyiga keldi. Men nima demoqchiman? Hammalaring batta yurakmi, kardiologiyami, ginekologiyami hamma yoq bor ekan. Hammasida mutaxassislari Alloh taolo bergan joy ekan. Men shundan mamnun bo'ldim. Juda ham xursandman. O'zim ham davolayman. Men o'zim ham o'qiganda qancha ko'rlardi ko'z ochilgan, lekin o'ziga o'tmas ekan. Shuning uchun men bulardan tashakkur aytaman. Prezidentimizga ham rahmat aytaman. Rahbariyatlarga rahmat aytaman. Shunchalik kadrlar chiqarib, biz ko'zimiz joyiga keltirganiga sizlarga bir umr qulluq qilib qolamiz. Bularda biz har doim duo qilib qolamiz. Alloh taolo xonadoningizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, kasb-koringizga baraka. Mana shu yerlarda faqat ketayotganda rahmat, qaytib kelib yana rahmat aytib ketadigan kasallar o'rnida tuzalib ketishlikni Alloh nasib qilsin. Biz uzoq 3 kunga bormadik, 2 kunda ko'zim ochildi. Bu yolg'on emas. Men yolg'on gapirgan odamni o'zim yomon ko'raman. O'zim yolg'on gapirmayman. Yolg'onchi Allohning dushmani deydi. Shuning uchun ham qanchalik biz qattiq bu gapni men o'zim yurakdan chiqarib mana shuni olib tarqating deb men aytdim. Mana shu intervyu, mana shu ko'rsatuv tayyorlang dedim. Men yolg'on gapirganim yo'q. Xudo Alloh taolo menga qaytib shifo berdi. Hammalaringga dardingizga shifo, xonadoningizga tinchlik, omonlik, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz ham boshi omon bo'lsin. Mana shunaqa kadrlarni chiqarib berganiga Allohu akbar. Nodirbek, o'sha qizlaringizga ham, yigitlaringizga ham men butun O'zbekistonga qulluqdaman. Sog' bo'ling. Qulluqdaman O'zbekiston xalqiga. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi aytdim. Sog' bo'ling. Tinchlik bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.